Nima uchun bu immunomishka farzandlarimizga berishimiz kerak? Albatta, virus ko'paygan paytida organizmga shunaqangi suv va havodek bo'lganligi uchun juda ham ko'p farzandlarimizda bilasizlar, sink yetishmasligi, D3 yetishmasligi, vitamin C, vitamin G yetishmasligini hisobiga immunitet juda ham pastlab ketadi va viruslar organizmda tez rivojlanadi va isitma va shunga o'xshagan holsizlik holatlari tez yuzaga chiqadi. Shuning uchun organizmda juda ham kuchli qilishga, immunitetni ko'tarishga, oson va ximikatsiz yengilgina halol sertifikatga ega bo'lgan immunomishkamizni bemalol farzandingizga, ya'ni 3 yoshdan boshlab bersangiz bo'ladi. Buni faqatgina kasal bo'lganda emas, profilaktika uchun ham berib borsangiz, farzandingiz oson va yengilgina organizmi har xil viruslarni yengib o'tadi va sog'lom bo'ladi. Ukollarsiz farzandingizni sog'lom olib